Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Quvasoy shahrida Buloqboshi degan mahallasida tunaka fonishimizni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu joyimizga 104 kvadrat tunaka ishlatganmiz. 44 metr tarno, keyin oyna rombi qo'yib berganmiz. Oynasi отдельный bo'ladi. O'sha hisobda 16 million 400 mingga tikkan joyimiz. Hozirlarga qo'ldan kelgancha arzon qilib beraman. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha vodiy bo'ylab qilib beryapmiz. Tunakani listimizni yubka qalinligiga qarab. O'sha hisobda 16 million 400 mingga bitgan joyimiz. Hozirlarga qo'ldan kelgancha arzon qilib beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, obzorimizni boshladik. Avvalambor aytib o'tsam, bu joyimizga oq rangimizdan ishlatganmiz, mokriy rangimizdan ishlatganmiz. 44 metr tarnovimiz ichida bu joyimizga ham tarnov qo'yilgan. Ko'cha tomon shapkamiz bu joyimiz. Bu joyimiz Novogimiz, karnizga bo'lgan. Darvozaxonamizni shunaqa oddiy fasonda qilib berganmiz. Bu nimaga sababini so'rasanglar, buni sababi darvozaxonamizda darvozamizni o'rnatishganda plita tashlashgan. Bu yerda zazor bo'lmagan. Tepa tomonda zazor yo'q. Zazori 6 sm zazor bo'lgan. Shuning evaziga bu joyimizga hovuz tushmagan. Men ko'p videolarimda aytib o'taman, darvozani o'rnatayotganda 30-40 sm pastroqqa o'rnatilsa, bu xori bu deb hisoblasak, xoridan bir 40 sm, 30 sm pastga qilinsa, ashunda tunakafon qildirmoqchi bo'lsangiz, tunakafonimiz chiroyli chiqadi. Manaqa hech narsa qo'ya olmaydigan bo'lib qolishi sababi shundan ko'tarilib ketgan bo'ladi darvozaxonamiz. Darvozamiz. Shuning evaziga bu tomonlarimizga karniz qo'yib berganmiz. Ularni o'tib ketilgan, oyna rombimizdan bitta qo'yib berganmiz bu joyimizga. Endi qo'ldan kelgancha bezashga harakat qilganmiz, lekin kirganda bunday qaraganda chiroyli, go'zal bo'lgan. Bu joylarimizni ham ulab o'tib ketganmiz, bir yo'la o'xshi qilib. Shahmat yulduzchali do'ppimizdan qo'yib berganmiz. Bu yulduzchali do'ppimiz ham tunakani hisobida kirib ketadi. Bu отдельный hisoblanmaydi. Oyna rombi qo'yib berganmiz bir dona. Keyin bu tomonda ichki shapkalarimiz ham bor. Bu joyimiz oshxonamizning shapkasi bo'lgan. Bu joyimizga ham tarno o'rnatilgan. 44 metr tarnoning ichida bu joyimiz ham bor. Keyin bu tomonimiz ham bor. O'sha 44 metr tarno, 120 metr, 104 kvadrat tunaka ishlatilgan. Ko'cha tomon, darvozaxona, shu shapkalar, bu shapka. 104 kvadrat tunaka ishlatganmiz. O'ta go'zal holatda bo'lgan. Xizmatimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha listimizni yubqa qalinligiga qarab qilyapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.